Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Dunyo Uyg'ur Qurultiyi to'g'ri televiziyasi kundalik xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men Hidoyat Musajon. Bugun 3-oyning 30-kuni seshanba. Hammanglarning mush vaqti xayrlik bo'lsin. Aziz ko'ruvchilar, bugungi xabarlar programmamizni Turkiyadagi qarindoshlarimiz tarafidan vatanda g'oyib bo'lgan urug' tuqqanlarning izdirgini qilish maqsadida 100 kundan ko'proq vaqtdan buyon Xitoyning Istanbuldagi konsulxonasi yanida millat navbati degan nom ostida elib berilayotgan norozilik namoyishiga beg'ishladik. Tövəndə diqqətinizlər istansimiz muxbirlərinin 29 mart günü namoyish maydonida elib borgan naq maydon ziyoratining amaliy ahvolida bo'lsin. Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar, yaxshimisizlar? Hammanglarning mush vaqti xayrlik bo'lsin. Hammanglarga ma'lum bo'lgandek, oylardan beri Istanbuldagi qarindoshlarimiz o'zlarining oilasining xabarini elish va bizning mazlum xalqimizning davosini turk dunyosiga va butun dunyoga anglatish uchun 102 kundan buyon uzluksiz o'zining norozilik namoyishini davom qilib kelyapti. Bizning bu oilam qayerda va oxirida o'zgargan millat navbatda harakatining boshlamchilaridan biri bo'lgan Mirzahmat İlyas efendimni bu faoliyatimizning jarayoni haqida ma'lumot berishga bugun taklif qildik. Hurmatli Mirzahmat İlyas efendim, bugungi programmamizga xush keldingiz. Xush bulduk. Hamda hammamiz bilgandek, siz bu faoliyatning boshlamchilaridan biri. Bu millat navbatda harakatining hozirgi mavjud vaziyati va bundan keyingi yuzlanish haqida ekranli ko'ruvchilarga biroz ma'lumot berib o'tgan bo'lsangiz. Assalomu alaykum aziz qarindoshlar. Biz bunu 2020-yili 12-oyning 18-kuni Xitoyning Mishadan elchixonasi 200 metr keldi. Shu yerda bir oilam qayerda degan isbotni berish uchun, shu voqealikni so'rash uchun chiqqan to'qasli. Lekin Xitoy bizni balkim oddiy chaqlab qoldi. Chunki biz undan burun bütün dünyadaki qarindoshlarning ko'rgandek izchil holatda bizning izchilligimiz eng boshda 5-oydan başladı. Izchil holatda faoliyatimizni ko'chalarda Türkiye'nin Tashqi ishlar ministrligi, Ichki ishlar ministrligi, Xitoyning hatto elchixonasi bütün amiyaga munosabatli materiallarimizni, iltimoslarimizni qilgan bo'ldik va oxirida bizningki bu xil narsaga sabab bo'lganini yanilam Xitoyning o'zi. Xitoy dedi ki, iltimasını bizga sunsun. Burun iltimasını berilgan bo'lsa-mu, iltimasını bizga sunsun deb bizningki Turkiyaning Beijingdagi elchixonaninki gapini anglamasdan topni bizga yetib etgan bo'ldi. Shuni bilan biz bu yerga kelsakmi, bizning iltimasimizni olmadi. Olmagandan keyin biz unda olsa, sen jahilmi, men jahilmi, Uyg'urning irodasi kuchlikmi, sening yolg'onchiligingning irodasi kuchlikmi degan asosda biz bu yerda oil navbatimizni boshladik. 18 kundan keyin bizlar İstanbul'da bir Boğaziçi Üniversitesi'de bazı qalaymaganchilik bo'lganlikdan bizga Xitoy bu iltimosinglarni qabul qilamiz degan bo'ldi. Hamma yerda hukumat bir ma'lum mezgil turib turgan bo'lsanglar dedi. Ammo biz to'xtatib qo'ymasdan ha ma'qul dedik. Iltimoslarni yig'ishga boshladik va darhalla biz yig'ib bo'lgandan keyin kelsak, bilasizlar 5199 tal iltimos sunuldu. Lekin bularni Xitoy yana qabul qilmayman dedi. Biz xalqaroninki gazetachilarninki muxbirlarning yanida bu ahvolni degandan keyin bu ishimizga hamda millat navbatlik suhbatimiz bilan davom qilganligimizni, chunki bizning 12 odamdan shu vaqtda 18 kunning ishida xuddi hozir turayotganga o'xshash 100 necha odamga chiqib bo'ldi insonlar. Şunu olan biz bir yerde to'xtatib qo'ysak, ondan sonra biz bunu to'xtatmaymiz deb Anqaraga bevosita Anqaraga bordik. Anqarada 3 kundan keyin Xitoy bizga qarlash shaklda javob berishdi. Chunki Xitoyninki Turkiyadagi eng chong organi bo'lgan Xitoyning elchixonasi, konsulxona emas. Ammo 4-kunga kelganida mayli bizni qarlasin, yolg'onchi desin va yoki Turkiyaga samanning tegidan yurgizib tehdit qilsin, ya'ni Xitoy bizga javob berishga majbur bo'ldi bir şekilde. Bu besim şekillendi degan gap. 5-kun kelgan vaqtida aytimi afsus, Turkiya davlati buni biz u yerda davomli turishimizga to'sqinlik qildi va biz yana jahillik qilib u yerda 20 kundek tug'an bo'ldik. 20 kun jarayonida biz jim turmadik. Butun siyosiy partiyalar bilan hammasi birinchilab Oq partiyadan boshladik bu ziyoratimizni. Hamma siyosiy partiyalar bilan tek anglatdik va shuni tushundikki, bizning Sharq Turkistonda bo'layotgan oilam qani
Yani bizning ailemizning, milletimizning beshiga kelayotgan bu zulmni faqat yuzaki biladiganligini his qildik. Siyosilardan tortib faqat yuzaki bildi. Masalan, misol qo'yasam, Büyük Birlik Partisininki Mustafa Desteci beyefendi şunu dedi. Bizning hikoyalarimizni anglagandan keyin shu degan vaqtida buni televizorda shu bolalarninki mishada o'qib qo'yganligi uchun ota-onasini terrorga destek qildi deb ichiga kirib ketibdi deb buni alayda tilga oldi. Yani yuzaki bilganligini biz shu yerdan his qildik va boshqa yerlarda bizdan so'ralgan savollarga nayt afsuslanib biz haqiqatan yuzaki bildik dedik va buni u yerdan qaytib kelgandan keyin hozir ko'rayotganinglardek 102 kuniga keldik, izchil davom qilyapmiz. Buni bundan keyin izchil davom qilamiz. Endi mushuninglarla bo'lamdi degan vaqtda hargiz mushuninglarla bo'lmaydi. Hozir qo'lamni ko'rganinglardek 2022'deki Beijing olimpiyatlarını boykot degan tarafga o'tyapmiz. Chunki Turkiya hukumati ne kadar bizninki ovozimizni anglamagandek qilib olgan qiyofat kirib olgan bo'lsa-mu, lekin u yerda bo'layotgan zulmni biladi. Onunki Türk xalqimi cho degan vaqtida bu zulmni bilib yetkilik. Necha vaqtdan Amerikaning o'yini bu o'yini degan bilan endi cho degan vaqtida dangliq marka deganimiz tamamen cho degan vaqtida siyosiy emas, ticari maqsadini asas qildiganlar. Ular puldan voz kechib, bizga o'xshash dindosh, so'ydosh bo'lmasa-mu, puldan voz kechib, abala insonlik qarshi qilingan bu haqoratga, bu irqiy qirg'inchilikqa biz bunda majburiy qul ishchilikqa biz qarshi turamiz deb ular bilan Xitoy bilan buni so'zlashmalarini to'xtamlarini bekor qilyapti. Bu xil narsa degan vaqtda Turkiyani hozir tar yo'lda qistab qo'yapti. Chunki Turkiya bilan bizning munosabatimiz odatdagi bir insonlik munosabatimiz, ham qarindoshlik munosabatimiz, ham dindaşlık münasebetimiz var. Şuna bundan keyinki Türkiye'den cemiyetimiz uchun degan vaqtda shu vaqtda biz Xitoyning mollarini boykot qilaylik degan gapni qilib boqmagandik. Endi shu degan vaqtda olimpiyatni boykot qilishimiz kerak. Agar Turkiyadan boradigan tantarbiyachi bo'lsa, bunga bormasligi kerak deb tashviq qilamiz. Onundan sırt mana Xitoyninki mollariga agar Xitoyninki majbur emgak bilan munosabatlik bevosita yoki bo'lmasa vositalik shunga to'kib qo'shayotgan korxona sherikchilar bo'lsa, sizlarmi Yevropadagi, dunyodagi shunday dangliq markalarga o'xshash shunday bir durishni deymiz turkcha hamda shunday bir irodani o'tirg'a qo'yinglar deb buni talab qilamiz. Ve şuna deydiğim bu yerdeki bir nimbilerle bizdenki çekilinip kalmaydı. Bununki nurgun neyse bu avazımız Türkiye'ninki İstanbul'da da emez bütün Türkiye'nin 21 vilayetinki hemisi de çıkış gerek. Ve şundakla bunu yağmasın, tağmasın, büldüğü bula demezsin bir tek anlatışımız gerek. Ondan sırtçı diye vaxtıda eğer bizni kollagan olsa ulanı rağbetlendirişimiz gerek. Bizni tek kollap bilmegen olsa bayakı degende ticari ilişkilere de bununla insani nimelerini kılışımız gerek. Ama Türkiye'de bir nesi var, siyasi partilerge bu vaxtıda xuddi muhalefet bu ne deydi. Yani bu muhalefet ki qaatın nemeki iktidara karşı bulasılarını paydalanıvatıdı deydi. Ama şunu düşünüş gerek, bunu biz düşündürüvatımız. Biz ular bizden paydalanıvatamdı, yanı birinin kılıvatamdı. Bu mesele ikinci mesele. En mühim mesele nemi çözdüğü vaxtada vatanda bizden Şarkı Türkistan'da boluvatkan zulüm, boluvatkan kırgınçılık bu hergiz közünü jumbağılı veya komisa bir narsa bilen bahane kıvağılı boluduğun bir mesele emas. Bunu şu degan vaxtıda ben Uygur qarindoshlarimiz şunu chaqiriq qilaman bu yerdan bizninki hozir mishaga nayt cho'ng yaşangan dadlarimiz kelyapti, yaşangan onalarimiz kelyapti, bo'lib yoshlar bak uxlab ketib boramiz. Bu yoshlar mishadan Uyg'urcha kanal bo'lganligi uchun chaqiriqim kelyapti. Yoshlar dedim qarindoshlarim, ben bir üniversite okugan, aspirantlıkını tüketken bir adam, bir ziyali desenli bir ziyali, yaş desenli yaş diye qirib ketmedik. Şuna yaşlan nemi üçün uxlab yatımız? Ve çokum bir işlerini pul ölen münasebetlik ben birilerine yardım kılatma, o bu kılatma dep yoşurun kılatkanlar buluşu mümkün ama hiç nimi kınmay oturatkan qarindoshlarımızın buluşu mümkün. Ve hatta ata-anası türmeye kirip ketip durup mu yanı çoğu degan vaqtida Moşunoda Xitoydan ümit kütüp oturayotgan bo'lishimiz mumkin. Hozir ba'zida deyishinglar mumkin. Voy sizlarning bu yerda bunchalik turib qo'yganinglarg'ilam, bu Xitoy orqaga qadam atmaydi, chekinmaydi deyishinglar mumkin. Ama şunu mu bilib qo'yinglarki, to'g'ri, bizning bu faqat bir omil. Ama mishada tug'an irodamiz Allah şükürler olsun bütün dünyada şu degan vaqtida şu vicdanlık Uyg'urlarimizni o'tirg'i chiqishiga
xalq sifatida qo'zg'alan bo'lishiga sababchi bo'ldi. Mushuning o'zicha deganda butun chet ellik axborotlarninki shu davlatlarda buni xabar qilib taqtishiga turtki bo'ldi. Shunga shu davlatlarning mushu olgan qarorlarining ichida qanday qilib mushadagi cho'ng dadalarimizning, cho'ng onalarimizninki, kichik bolalarimizninki shu yig'izalariningki hech qanday ahamiyati yo'q desak, bu vijdonsizlik qilgan bo'lamiz. Chunki mushada qishni qish demay, so'g'uqni so'g'uq demay, mashunda qilayotgan mushularning ko'z yoshlarini Xudoyim ko'rib turadi. Shuning uchun shu deganda shu qarorlarning elinishi bilan Xitoy hozir qadam-qadam chekinyotdi. Bo'lyapmiz masalan G'o'ljida yo'lda kelib to'saqlarni aylashga boshlabdi, Urumchi deyilishga boshlabdi. Demakki, bizning onamizni tutib olgan bo'lsa, dadamizni tutib olgan bo'lsa, turmaga atgan bo'lsa, hech bo'lmadi degan bo'lsa, biz shunday deb yashab kelyapmiz. Masalan, odamimiz bilan aloqa qila olgan bo'lsak, shuni bir Xitoyning bizga bergan iltifoti deb yashayapmiz. Bu nihoyat xato. Bu bizning aqlli haqqimiz qarindoshlar. Bir insoniy haqqimiz bu. Shuning uchun bu nuqtada qarindoshlarningki voy yaxshi qilyapsizlar emas, yaxshi ishning o'ziga bevosita ketilishinglarni umid qilaman. Nayt qiladigan ish nayt nurg'un shu ishlarga birlikda o'tirib, sen maishni qil, sen elchixonaning oldida, sen mana ishlar va uni qil deyishib, hammamiz tashkilotlar olsun, xalq olsun, ham bütün hammamiz hozir jim o'tirgan vaqtimiz. Chunki biz tarixiy bir fursatni hozir qo'lga keltiryapmiz. Moshunda tarixiy fursatda yana uxlab yotsak, bir tarixiy fursat har zaman 100 yildan keyin keladi. O vaqt degan vaqtida balkim bizningki vatan deydigan bir vatanimiz qolmasligi mumkin, Uyg'urim deydigan, Qoziqim deydigan bir millatimiz qolmasligi mumkin. Shunga qarindoshlarningki mushu nuqtada aktiv ovoz qo'shib, chunki hech kimga chaqiriq qilmadik mushu kungacha, hammamiz o'zimizning vijdoni bilan o'tirg'i chiqib bir nimalarni qilsak ekan deyman. Hurmatli Mirzahmat İlyas efendim, yuqorida bergan qimmatli ma'lumotlaringiz uchun ko'pdan-ko'p rahmat aytaman. Sizmi deb o'tgandek, oilam qayerda deb boshlangan bu norozilik faoliyati bugun millat navbatda deydigan umumyuzlik bir xalq harakatiga aylandi. Buningda sizlarning tatgan japoyinglar so'g'ni so'g demay, issiqni issiq demay, yomg'irni yomg'ir demay, bo'ronni bo'ron demay, uzluksiz davomlashtirish natijasida bugun bu harakatinglar 102 kuniga qadam qo'ygan bo'lsa, hozir xalqaro umumyuzlik bir harakatga aylandi. Mayli Germaniyada bo'lsin, Amerikada bo'lsin, Germaniyada Yevropa Sharq Turkiston tashkiloti Xonki Xitoy konsulluğu oldida 30 kun uzluksiz namoyish qildi. Bunun Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisleri shaxs sifatida buni qatnashib qo'llashgan bo'ldi. Mushu munosabat bilan Yevropadagi va dunyoning har qaysi joylaridagi Uyg'ur qarindoshlarimizdan qanday kutadiganlaringiz bor? Mushu haqida o'zingizdan oxirgi yurak so'zni olgan bo'lsak. Yevropadagi va butun dunyodagi qarindoshlardan haqiqatan deganimizdek bu oila navbatidan butun millat navbatiga almashdi, buni davomlashtirsak, balkim Yevropaning sharoitlarini biz uqmaymiz. İş bo'lishi mumkin, yana bo'lishi, ammo chiqalaydigan qarindoshlar, texi bir ishga nim qilmagan, kirib muqim 8 soat ishlamaydigan, vaqti bo'lgan qarindoshlar navbatlashib bo'lsin, nihoyatda ba'zi yerlarda shunday yaxshi bir taraf qildi buni. Hammamiz chiqib olmasakmi, ma'abdi sen chiqsan, ma'abdi shular chiqsin deb bo'lishib bo'lsinmi, bu harakatni davomlashtirsak, bütün dünya bizning irodamizni ko'rgan vaqtida, ammo Uyg'urlarni bir vijdoni bilan, bir insoniy izzati bilan, insoniy sharifi bilan yashashga tirishibdi. Bu Xitoyning da'vatini yolg'on ekan, bularning hech qanday bir yerda buzib chashqini yo'q. Aksicha deganda eng tinchlik bir şekilde o'zining haq-huquqini talab qilyapti degan narsani biz boshqalarning qallasiga singdirishimiz kerak. Shu vaqtda deganda butun dunyodagi vijdonli insonlarning dini, millati nim bo'lishidan qat'iy nazar, vijdonli insonlarningki o'tirg'i chiqadiganligiga bizning ojiz davatgan kuchimizningki Aşularning kuchlari bilan kuchlab, cho'ng bir kuch hosil qildiganligiga ishonman, shunga harakatimizga davom qilaylik. Ko'pdan-ko'p rahmat. Oxirida bu faoliyatingizga barakat va teningizga sog'-salomatlik tilayman. Yana bir qitim ko'rishguncha omon bo'linglar. Men ko'pdan-ko'p rahmat aytaman. Dunyo Uyg'ur qurultiyi televiziya kanali sifati bilan Uyg'urning dardini, mush bo'layotgan faoliyatlarni mishay kelib anglatganligi uchun sizlarga ko'pdan-ko'p rahmat. Hammalarga rahmat aytaman. Rahmat. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, bugungi bu norozilik namoyish faoliyatimizda boshqa aktiv harakat qilayotgan qarindoshlarimiz bor. Suhbatimizning davomiga diqqat qilgaysizlar. Rahmat.
Hürmetlik aziz ko'rmanlar, bugungi bu norozilik namoyishida İstanbul Sabahattin Zamin Universitetining o'qituvchisi, hurmatli doktor Burxon Ulug'yo'l akamiz bu namoyishda bor. Hurmatli doktor Burxon Ulug'yo'l akamiz bo'lsa, bu faoliyatning boshlashishidan buyon aktiv bu faoliyatga ovoz qo'shib kelayotgan va boshlamchilik rolini o'ynab kelayotgan ziyolilarimizdan biridan iborat. Hurmatli doktor Burxon Ulug'yo'l akamiz bugungi ziyoratimizni qabul qilganingiz uchun oldin bilan sizga rahmat deyman. Rahmat. Rahmat, Alloh razı olsun ukam. Sizlardan Alloh razı olsun. Sizdan rahmat. Hamda doktor bu faoliyat başlagandan buyon siz o'zingizning inglizcha ravon tilingiz orqali mayli Turkiya matbuotlari bo'lsin, mayli xalqaro matbuotlar bo'lsin, o'zingizning rolini yaxshi joriy qildiryapsiz. Bu jarayonda mayli Turkiya va xalqaro matbuotlarning bu faoliyatga bo'lgan qiziqishi va xalqaro bu faoliyatning ta'siri qaysi darajada bo'lyapti? Shu haqida o'zingizning bir tushunchangizni bayon qilib o'tgan bo'lsangiz. Rahmat, Alloh razı olsun ukam. Eng oldi bilan sizlarning mushnaq maydonga kelib xalqimizning ovoziga ovoz bo'lganlar uchun rahmat aytamiz. So'g'uqlardan so'g'uqdimay degandek Alloh razı olsun ukam. Hamda mundaqkanchu biz uyda o'ttirsak, birisi kelib sening qandaq darding bor, qandaq zulming bor, sana nima ish bo'lyapti deb birisi bizning uyimizga kelmaydi ekanchu. Shunashqa meyga chiqqandan keyin, Xitoy konsuliga oldiga chiqqandan keyin mening alqi statistikamda, ya'ni o'zimning statistikasida hatto mushu Amerika ovozi deymiz, CNN deymiz, Al Jazeera deymiz, yoki bo'lmasa Daniyadan kelgan, yoki bo'lmasa Gollandiyadan kelgan, yoki bo'lmasa Yaponiyadan kelgan degandek muxbirlar, yoki bo'lmasa Hindiston degandek, Hindistondami bu tashkilot hatto 40 necha o'rinda bizning xabarimizni berdi-chu. Demak, hamda biz alqi uyda o'tirgan vaqtda hech kim kelmadi. Qandaq darding bor, nimang bor deganda kelmadi-chu. Shunashqa mey chiqqandan keyin dunyo nima darding bor? Nima bo'lyapti do'stlar Uyg'urlarga deb aqaqni xabarlar berishga boshladi. Hatto 3-oyning 8-i bo'lsin yoki bo'lmasa 3-oyning 25-kuni bo'lsin, ya'ni 3-oyning 25-kunidami Amerika ovozi shundaqla CNN'ning muxbiri yana onundan boshqa ama Yaponiyadan nurg'un muxbirlar keldi. Demak, hamda biz alqimishga chiqib ovozimiz anlatganga qadar yoki muxbirlar bo'lsin, yoki turk xalqi bo'lsin, men hozir atganda chiqqanni bilan ko'ryapsizlar, o'tayotgan mashina, o'tayotgan avtobus, men har bir turk bizga o'ziniki salomini yo'llayapti. Shundaqla o'zining hissdoshligini bizga bildiryapti. Yana atganmi ko'rdinglar, bir qancha turk derneklarimi kelib bizning ovozimizga ovoz, bizning şu sadayımızga sada bo'lyapti. Demak, hamda biz uyda o'ttirsak, dunyo kelib nima darding bor deb so'ramaydi ekan-chu ukam. Lekin biz mishak to'kilgandan keyin men degandek oz deganda 70-80 g'arib mediyasi biz uchun xabar ishidi, xabar berdi. Ya'ni biz bularga rahmat aytamiz. Shundaqla bizning ovozimizga ovoz bo'lganiga, shundaqla shu To'g'ri Turkistondagi mazlum xalqimizniki ovozni anglatish uchun dunyoga anglatgan rahmat aytamiz. Bo'libmi ko'ryapmiz ukam, masalan CNN'ning hatto shundaq bir eg'ir sharoitimi Qashqarga berib, Qashqardagi bir qizimizni ziyorat qilib, ya'ni Xitoyning ichki yuzini dunyoga oshkorladi. Demak, bizmi dunyoning ovozi dunyo bo'lishimiz kerak, ya'ni shu medianing ovoziga ovoz bo'lishimiz kerak, medialarga destak bo'lishimiz kerak. Shunashqa mening kunda 18 soat darsim bo'lsa-mu, lekin darslarımni yaxshi o'rlashtirib, ya'ni shu yana eng muhimi vatanda qolgan 30 million xalqniki aşı vatanning, aşı millatning, aşı dinning bir ovoz bo'lmoq uchun hamisha kuvvatimiz ukam. Rahmat. Köpten köp rahmat hurmatli doktor Burxon Ulug'yo'l apandim. Oxirida yana bir qatam bugun ziyoratimizni qabul qilganingiz uchun köpten köp rahmat aytaman. Rahmat ukam. Alloh razı olsun ukam. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, bugungi bu faoliyatimizda xonim qizlarimizdan, ya'ni bu faoliyatda aktiv qo'llovchilardan va boshlamchilardan bo'lgan xonim qizlarimizdan, jasoratli ayollarimizdan Madina Nozimiy xonimmi bugun bu ziyoratimizni qabul qildi. Oldindan ziyoratimizni qabul qilganingiz uchun o'ziga köpten köp rahmat aytaman. Rahmat sizga. Rahmat. Hurmatli Madina Nozimiy xonim, hamda bu millat navbatda degan bu faoliyatda aktiv ovoz qo'shayotganlarning ko'pinchisi ham buni kuch chiqarayotganlar ayollardan iborat bo'lyapti. Ham siz bir xonim bo'lib sifatingiz bilan bu millat navbatda harakatida ayollarning roli qanday bo'lyapti va dunyoning boshqa joylaridagi ayollardan nimalarni kutsiz mushaqqatda ko'ngil so'zingizni anglab o'tgan bo'lsak. Buldu. Bu şu faaliyet başlanğandan beri bu faaliyet otolu qatnışıp kelayotgan bir hanımefendi bolup sübtüm bilen. Avval meşede bizni yalğız koymay kelgen bütün hanım kızlarımızga çin jürkümde rahmet eytimen. Ayallar bir kolda büşkün tevretse, bir kolda dünyanı tevrtudu diyendek. Bizden Uygur hanım kızlarımız şu hazır milletimizden avaz bulup şu toplama kamplarında
şerefi, onuru yer bilen bir itilgen hanım kızlarımızdan avaz bulup kelyapydy. Bunu hemmimiz bir kelyapgan hanım kızlarımızdan hemmisinin ailesi var. Ballarını orunlaştırıp bu şey çıkıp bir gün bolsunmuş faaliyet katnışay, halkımdan avaz bolay dep tirişçilik gösterip kelyapgan nurgun hanım kızlarımız var. Hem de ayallarının bazı cihetlerde gerçi öydeki vazifesi iğir bolsunmu, lekin benim öyde balam batdığı demestin bir şey bütün vaqtdan çıkarıp kelyapydy. Şoňlaşqa bütün hanım kızlarımızga yeni bir qitim rahmet eytimen. Ve dünyanın her qaysı joylaridagi bütün hanım kızlardan kütüdüğünümüz sizlermi özanlar turvatkan dövletlerdeki Xitay konsulundan aldığı çıkıp qeyrindaşlarınlarının, ata-ananlarının, hədis sınırlarınlarının avaz bulunlar. Ular üçün, milletimiz üçün avaz berinlar. Çünkü biz hazır yok bulup getiş aldı turvatımız. Yok bulup ketmesligimiz üçün bütün dünya hazır biz üçün avaz berip, muşlağımı şundaq erki qırgınçılıq buvatıdı dep, Xitay bilen buluduğun ticaret münasibetlerini bika kılıp, muşlu insanların insani haklarını qoğdap qalaylı dep, dünya ornudan turvatkan muşunda bir günde biz özümüz boşap qalsak herkes bulmaydı. Şunun üçün bütün hanım kızlarımızdan aktif buluşunu, bizge oxşaş gerçi çıkışta biraz ailevi kıyınçılıklarımız bolsunmu, vakit orunlaştırışta kıyınçılıklarımız bolsunmu, ama men eşeği çıkmaya değdiğen bir irade bolsa, onu çokum qığılıp oldu. Şoň hemminlarning bu faaliyetke aktif avaz qilishinglarni chin dilimdan umid qilaman. Rahmat. Köpden köp rahmat hörmetlik Madina Nazimi xanım. Ahirda yana bir qitim bugungi ziyoratimizni qabul qilganingiz uchun rahmat aytaman va bundan keyingi ishlaringizga barakat va muvaffaqiyatlar tilayman. Rahmat sizga. Rahmat sizga. Alloh razı olsun. Assalomu alaykum aziz ko'ruvchilar. Bugungi bu norozilik namoyish faoliyatimizda bu namoyishning ya'ni oilam nada harakatining keyin o'zgargan millat navbat harakatining boshlamchilaridan biri bo'lgan Javlon Shirmamat apandim bugungi bu so'ringa hozir bo'libdi. Hurmatli Javlon Shirmamat apandim oldi bilan ziyoratimizni qabul qilganingiz uchun ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Rahmat sizlarga, rahmat Dunyo Uyg'ur Qurultayı TV'ninki buraya kelib bizning ovozimizni anglitishga ko'rsatgan chabalarga rahmat aytaman. Sizga ko'pdan ko'p rahmat. Bizmi atgandan beri bu namoyish qatnashish jarayonida yo'ldan o'tgan kechgan mashinalar bo'lsin, odamlar bo'lsin, bu namoyishga bo'lgan nihoyat ijobiy bir qarashlarni o'z ko'zimiz bilan ko'rgan bo'ldik. Siz hamda 100 bugun 102-kuni bu namoyish boshlangani, 102 kundan buyon uzluksiz bu namoyish qatnashgan birisi bo'lish sifatingiz bilan Turkiya xalqining bu namoyishga bo'lgan o'zining qarashi qaysi shaklda bo'layotgani o'sha haqida o'zingizning fikrini bir bayon qilib o'tgan bo'lsangiz. Rahmat. Siz degandek 102 kundan yaqin biz hem İstanbul'da hem Ankara'da bu tür hareketlerimizden devam qilib kelyapmiz. Aralıqda bazı sebepler tüpeyliden yani müşahedeki yönetimninki yani bazı sebepleri tüpeyliden biraz ara bergen bolsaqmı ama bu izchilligimiz bilan devam qilib kelyapmiz. Bu jarayonda albatta biz hazır turayotgan meydan Sarıyer meydanı. Sarıyer meydanı Türkiye'ninki emniyeti İstanbul'ninki en bir jimjitlik ve jimjitlikni yaxshi ko'radigan üst tabaka insanlarninki rayonu. Bu yerda unda kelib şuvarlan to'lab nim qilish amaliyotda bir insanlarninki rahatsız buldu deb o'ylaydik. Ama bunda bir narsa alamet ko'rilmadi. Hatta bu yerdan o'tgan kechgan xalqlimi mushu abaytin siz degandek mashinalardan bir şekilde destek ko'rgan bo'lsa, yenimizde o'tib ketib berib destekleganlar va sosyal medyalardan destekleganlar va hattoki men shuni men bu yerda bir nim qilib başımızda o'tgan bir ish. Mesela Ankara'daki bizningki harakatimizda 5 kunlik bir harakatimizdi mo musha nim qilgan vaqtimizda u yerda bir saqchi mashinasiga biz 4 kishi 4 saatlik tuturulduk. Avval meydanda tuturulduk 4 saat, uning keyindan saqchiqanda aldıkken 1,5 saatlik falan. U yerda mo mesela bizni tuturayotgan vaqtda bir necha ayol, bir necha shuna aylandığını chiqqan ayol kelib qinish saqchilarga deb nima uchun bularni tutsizlar? Bularni tutsan bizni mi tutinglar? Bular bu yerda ota-onasini, vatanniki zulmni anlatyapsa, siz nima uchun buni tutsizlar deb mana saqchilarga e'tirozlar bildi ekan. Hem bu yerda men hozir anglayotganda o'tgan kechganlar shuni nim qilib bir şekilde o'zininki destekini, o'zininki bizning yenimiz ekanligini bildiryapti. Hattoki bu yerga ba'zanda choylarni ko'tarib chiqib, choyimiz ikramimiz bo'lsin, dayat qallarmi bor. Buningda intayin hamda ishimiz bir issiqlik hissetimiz tabii. Buningda o'zimizniki yolg'iz emasligimizni his qilib turyapmiz. Ko'pdan ko'p rahmat. Yana bir qitim ziyoratimni qabul qilganingiz uchun bundan keyingi ishlaringizga muvaffaqiyat tilayman. Rahmat sizga, rahmat. Assalomu alaykum aziz ko'ruvchilar. Bugungi bu millat navbatda nomli norozilik namoyishiga sizlar ko'rayotgandek 80 yoshlik tog'imizmi ishtirok qildi.
Bugünkü bu faaliyetimiz münasebeti bilen bu tağımızın bütün dünyadaki qarindoshlarımızga qandaq yürek sözü var. Yürek sözünü iliş için mikrofonu uzatıman. Qini tağam merhamet. Esselamu Aleyküm aziz cemaat, aziz vatandaşlar, hürmetli qarindoshlar. Mening sizga demoqchi o'g'lim, insonlar dunyo tiraligidan tortib haq bilan botil orasida kurash qilyotdi. Haq bilan botil orasida kurash. Bizning bu yerga chiqib, bu anam evladim qana, babalarım qana, evladim qana degandiki bizning bu so'zimiz, bu namoyishimiz haqiqat. Bunu yoshirib qolgan olmaydi. Ammo insonlar dunyo tiraligidan tortib bu mücadele bo'lib turdi. Lekin zimin davası başka hak doğrusunda çok davalı oldu. Asası maksat insanlar şunu düşünsün oldu ki hak bilen batıl uzarısı gider. Macera. Bizden vetinimiz boğan Doğu Türkistan, Şarkı Türkistan ezelden tartip bizimki atı boğullarımız yaşap gelgen. Ne tabi apetlerde, ne ki aşı bulan çapkınlardı şu an yaşap, şu an kokudat kelgen. Manamda Xitay işgalçıları, Xitay işgal kılgandan beri biz rahat tapamadık. Zulüm kıldı. Bu zulümle dünya anlatış için bir yere çıktık. Ben şunu diyemem ki, hakikat size tek durmamız lazım. Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'nin ki Enbiya Suresi'nin ki 18. ayetinde biz Uygurçıda biz hakni batılının üstüne atımız. Batıl hak bilen nengisi yencili deppa. Biz Resul'da atımız. Resul'da biz yine Kur'an-ı Kerim'nin ki Nisa Suresi'nin 64. ayetim ki Allah Teala inan kıldığın kişiler Nebiler, sıdıklar, şehitler deppa. Sıdıklar ne? İkinci sıra ağın gep. Sıdık demek rast gep kılmak demek. Biz bir rast gep kılıp bazı özümüzde dünya anlatıp eğer yalgan diyen olsa kene çıkıp karşımıza çıkıyor, yüzüne çıkıyor. 100-200 günden bile sözde adı cemaatle. Bizden şairlerimiz, nebilerimiz, bu şu uluklarımız hakikat ne doğru gep kıygan. Abdülhamid Ötkür'ün şehri var, biz seferlik etkilerinde azdık. Bizden kavrilerimiz, julgun, dövme arası kaldı. Bunu kink evladımız bana atkımı gidek boldu, bunu tepki çıktı diye de. Bana zamanı geldi bana. Bizim zamanı geldi, biz hakikaten, bizden bu cemaatlerimiz hazır azdık görünürken bilen haklı sözler aldı. Ben 90. yıl geldim Türkiye'ye. Azdık. Bana hazır köpeydi. Biz çokum hakikaten üstü turumuz. Allah Teala bu Xitay'ın ki zalim, necis kellikin tonudu. Ben bilmem ki bu üzgün bir zulüm kıygan. Ben küçük bu Xitay üzgün kızlarının ki putlarına boğup çoğun kıygan. Bunu köygeldi bildiğin de 60-70 yılını aldık gebler. Kızı tokulsa keşif gider deyip putunu tokmaktak. İşekten putu koşak tokmak çoğun kılıp biz onu tehdit ediyorduk. Tehdit ediyorduk. Şunda üzgün zulüm kıldı. Hazır ki bizgi zulüm kıldı. Üzgün medeniyetini söyleymiştik. Nerede medeniyeti olsan? Bu paskini pakiz. Allah haram demek yeydi bu. Biz Uygur milleti şunda akıllık, danışman halk ki biz her cihette medeniyetimiz uluk. Bu onun ki medeniyetine o hiç kandak enden bir nasıl doğru gelmedi. Nâhiyette pislik bilen mesela adam etini mi yeydi o? Hani biz köygen biz şunu köygen. Bu şunda vahşi bir millet. Vahşi millet dünya halk aldanıyordu da. Bunu herkes aldanmasın. Ben şimdi 80 yaşlıydım. 80 yaşında arttım belki. Yaşım ta yezip koymamışken. Muşu köygen küllerim kalakanda Xitay'ın zulümünü azardım da. Lakin biz aynı vakti rahat yaşayan küllerimizin boğan uçakta Atka Xitay hükümeti, government hükümeti boğan bilen biz başlık yüzümüzden reis, dote yağmurları, reis, 105'e, 15'e diğerler hepsi yüzümüzden boğan rahat yaşayan. Sesimiz çıkmaya uçakta. Biz hazır muşu bulalım 2017'den beri nihayete izildik. Ben aşağı 35 evladım varken
2017 yılga 5 balam, 15 nevremning Nurne 15. Şuna 35 evladım var. Şunla 2017 yılda bire hiçbir görüşemiyorum. Ya bir Allah'a kurum. Şu zamanda oylap baksanız bu her bir vicdan ilgisi. Denizin astı da bir eden olsa ya uzayda bir eden olsa şununla alakalaşan derdi yetti. Teknik şunda alakalaştı. Ben şu 80 yaşçıyken bir edem salam da kandara koptum. Bugün diyemmişsen 5 yılın yağı. Her kandardan vicdanını ölçüp baksın kana. Muşu Xitay'ın zulümüne, bu Xitay'ın köz yummayını kalık. Dünya halkı köz yummayına. İnsanlık zerbütüsüne. Bu insan, bu Xitay afet, bu afet. Dünyaya mı afet oldu? Bu Türkiye'ye mi afet oldu? Bizge mi afet oldu? Biz şahs Türkiye'ye kara afet. Balayı afet oldu, balayı afet. Biz bunun aldanmayına. Bir Türkiye'nin bir gibi var. Türkiye akşam 3 gün oldu. Bilmezse kurup duramdı, taşta dedi. Bir balası bulmuşsa kurup duramdı, taşta diyen bir naklısı var. Lakin bu Türkiye bileceğiz, bu bizi aldadı. Biz kuruk koyup aldadı. Şuna halk dediğinim, cemaat dediğinim, cesaret gösterip, hakikat bizde. Hakikat bizde. Şunun için tik duruşlarını ümit kılma. Allah'a emanet. Köpten köp rahmet hürmetli tağa bundan keyinki hayatınızga texim bəxet ve tiningizga salomatlik tilayman. Rahmet sizga. Rahmet. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Uygur kurultayı bizden başpanayımız oladı. Dünya sesimizi anıltırdı da hüküm. Biz hakikaten Uygur can tikip işlevatkallıkını ben bek kollayına kaç teşkilat oluşuna katiyen nazar. Allah razı olsun sizlerden. İnşallah cennette görüşemiz. Allah razı olsun tağa. Hürmetlik körürmenler. Bugünkü bu millet növbette namlıq bu faaliyetimizin 100 günüge begiştiğen bugünkü alay sanımız muşu yada ahırlaştı. Yani bir qitim görüşçe aman boğaysıla xeyri hoş. Hürmet televizor köyücüler. Yuqorda Dünya Uyghur Qurultayı Tor televiziyasi gündəlik xəbərlər programımızda diqqətinizə sunduk. Keyin qitimlik programımızda görüşəyli. Görüşçe aman boğaysıla xeyri hoş.